Iste'dodli yoshlarni qo'llab-quvvatlash Ulug'bek jamg'armasi hamda Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi iqtidorli yoshlarning tashabbusini qo'llab-quvvatlash, olis hududlarda istiqomat qilayotgan yoshlarning bilimlari va innovatsion g'oyalarini yanada rivojlantirish maqsadida Mirzo Ulug'bek vorislari respublika tanlovini e'lon qiladi. Sizda yangi g'oya bormi? Biror sohaga yangilik kiritishni xohlaysizmi? Muammolarga nostandart yechim o'ylab topdingiz, ammo buni qanday amalga oshirishni bilmayapsizmi? Unda ushbu tanlov aynan siz uchun. Tanlov har yili respublika bo'ylab 16 dan 25 yoshgacha bo'lgan yoshlar o'rtasida o'tkaziladi. Ushbu tanlov Toshkent shahri, viloyatlar va Qoraqalpog'iston Respublikasidagi iqtidorli yoshlar o'rtasida 3 bosqichda bo'lib o'tadi. Birinchi, ikkinchi, uchinchi bosqich g'oliblari tegishli miqdorda bir martalik pul mukofotlari bilan taqdirlanadilar. Mirzo Ulug'bek vorislari safiga qo'shiling va buyuk kelajakni biz bilan birgalikda bunyod eting.